Endi 400 metr x foiz deymiz. Proporsiya qiladigan bo'lsak, o'sh 1000 ko'paygan x teng bo'ladi 400 ko'paygan 100 ga. Mana ikkita nollar ketsa, bitta nol ketsa, x qiymati 40 ga teng bo'lar ekan. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Boshqacha yo'l bor. Ochib tursak, bo'lib qo'yamiz. Undan ko'ra 400 taqsim 1000 qilib qo'ysak, 2 nol, bitta ham 2 nol ketsa 4 taqsim 10. Bu 2 taqsim 5. D javobda berilgan ekan. Sakkizinchi misolda 5 taqsim 12 qismi 60 ga teng bo'lgan sonni toping deyapti. Bitta 5x qiymati 60 ga teng ekan. 12x endi jamini toping deyapti bitta. X qiymati bitta teng bo'ladi 12 ga. Demak 12x ko'paygan 12x teng bo'ladi 12 ko'paygan 12 bo'lib, bu 144 ga teng bo'ladi. B javobda berilgan ekan.